Kichik toshbaqa. Burun bir kichik toshbaqa bo'lgan ekan. U ertadan kechgacha xafa va o'z-o'ziga. Mening harakatim buncha oz tursa, kim men bilan o'ynashni xohlasin? deydi ekan. Bir dal qurut toshbaqaga. Sen qapingdan chiqmay so'nib tursang, adash topolmaysan, debdi. Men. Chunki men qo'rqaman, debdi. Toshbaqa tuyuqsiz bir yig'i ovozini anglab qapti. U umlab berib qarsa, bir kichik qush anasini topolmay yig'layotgan ekan. Toshbaqa, qo'rqmag'in, men onang qaytib kelguncha hamroh bo'lay, debdi. Va qush bilan birga turg'ach, qilch qo'rqish his qilmabdi. Kichik qush yig'lamabdi. Birdamdan keyin kichik qushning anasi istab kelibdi. Qush ana toshbaqaga, sizga ko'p rahmat, debdi. Toshbaqa, hech qisi yo'q, mening o'ynaydigan adashim yo'q. Balangiz bilan birga o'ynashni bakmi orzu qilardim, debdi. Ikkinchi kuni qush ana toshbaqaning o'ynaydigan adashi yo'q ekanligini bug'i aytibdi. Bug'i bu ishni toshqan bilan eyiqchaqqa debdi. Nayt tezla bu ishni hamma hayvonlar o'qibdi. Ular toshbaqani izlab kelib, uning bilan o'ynabdi. Bu bek yaxshi bo'ldi, men nayt xush bo'ldim. Kichik toshbaqa shundan keyin faqatla qo'rqish his qilmaydigan bo'ldi. Askartish, bu hikoyada ichmijaz o'zini tuvan ko'rgan toshbaqaning o'ziga ishonadigan bo'lib o'zgarganlik jarayoni so'zlandi. Ana balaga mundaq bir qoidani aytib berish kerak. Do'stga o'zaro bardi-keldi qilish va o'zaro yordam berish orqali erishgili bo'ladi. Hikoyani o'qib bo'lgandan keyin baldan tuvandagi savollarni so'rab beqishga bo'ladi. Birinchi, kichik toshbaqa nima uchun hamish qo'rqidi? U nimadan qo'rqidi? Ikkinchi, keyin hayvonlar nima uchun uni izlab kelib o'ynadi?